Assalomu alaykum. Bemorimiz Furqat tumanidan, yoshlari 29 yosh. Bemorimizda tug'ma xastalik, bemorimiz ikkala qo'llarida Madelunga kasalligida bemorda tirsak suyagi o'sishdan orqada qoladi. Bilak suyagi me'yorida o'sgan, lekin joyga turmaganligi sababli ikkala bilak suyagiga boshlash chiqqan. Bemorda endi hozirgi kunda shikoyatlari qo'llaridagi qiyshiqligi va harakatlar cheklanishiga va harakatlarda og'riq bo'lishiga va kosmetik xunuklikka shikoyat qilyaptilar. Bemorda rejalashtirilgan operatsiya bilak suyagini boshqasini qisman rezeksiyasi amaliyotini o'tkazamiz. Jarajonlar qo'yib boramiz, xudo xolasa. Assalomu alaykum. Mana operatsiyadan keyingi holat. Deformatsiyalar yo'qoldi. Kosmetik xunuklik yo'qoldi. Chiroyli, xudo xolasa Allohdan shifo tilaymiz. Endi chap qo'llarida qoldi. Kelajakda chap qo'llarida ham amaliyot qilib kosmetik xunuklik, deformatsiyalarni yo'qotishga harakat qilamiz. Allohdan bemorga shifo tilab qolamiz.